Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Qo'shni davlatdagilar, musofirda yurgan akalar, yaxshimisizlar? Men bugun ancha yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Bugun shoshilmasdan bemalol xorozlarni, tovuqlarni tanishtirib o'taman. Bitta, xudo xolasa. Yumshoqroq xorozlar bormi deganlarga, jo'jalar bor. Mana buni ko'ringlar, mana. Armaturani sherigini bolalari bo'ladi. Armaturani jiyanlari. 5 oylik jo'jalar, uzun bo'ladi. Juda lotka juda chiroyli chiqqan bo'ladi. Kalta yurg'am o'shanga yarasha. Mana bu armaturani bolasi. Bu sotilib ketdi bu. Mana jo'ja. Mana jo'ja. Armaturani sherigini bolalari. Mana 5 oylik jo'ja. Bugun bitta mana shu bir boshidan tushuntirib o'taman. Yumshoqroq xo'roz so'raganlarga. Mana sekin boshlaymiz. Mana bu jo'ja. Sal vaqtli uyg'onib qolgan jo'ja. Narxi $150. Kimga kerak bo'lsa, buni kuni oyog'ini ko'ruvdik, kattaroq narsaga ko'ruvdik. Juda yaxshi ekan lekin jonivor. Keyin maslaga bir narsani aytib o'tay. Hovoni mana bu turgan tovuq bor, mana shu. Bu tanachikorri qizidan chiqqan. Tanachikorri navarasi. Mana bu zilzila degan xo'roz bo'lgan. Toshkentda, Yunusobodda o'shani primoy qizi. Bu tullay tovuq, u ana jigaring jo'ja tovuq. Kimga kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqinglar. Mana bu jo'ja $150, bular $300 deyapman. Endi arzon qilib kelishtirib beraman. Telefon qilinglar faqat. Kommentariyada nech pul, bo'lishi qancha deb yozib olsanglar, men kommentariyaga javob bera olmayman. O'shanga qarab, ko'rib mana qilinglar, akalar, ukalar. Keyingi xo'rozimiz mana mana jo'jalar. Aprel jo'jalari bular, aprel jo'jalari. Buni akasini sotdi, Toshkentning o'ziga, Resivi degan joyi o'ziga. Biz ham Toshkentlik Resivili bolalar olishdi. Buni akasini. Bu ukalari bular, bir oy kichkina. Bular hunari bor xorozlar bularni. Bir xil pishmagan tarvuz deydi. O'sha pishmagan tarvuzlarni kuni birinchi bekor chiqildi. Kanalimga, ko'plar Telegram kanalimga o'tishni bilmayapti. Qaranglar. Maslaga o'rgataman. YouTube kanalimga kirasizlar, o'sha dumaloqqa bosasizlar, pereyти kanal bo'ladi, o'sha kanalga o'tish bo'ladi. O'tganingizdan keyin pastda описание qoldirilgan. Sabachka mail anaqa shamo deb o'shani ustiga bossanglar, Telegramga kirib ketasizlar. Tushunmaganlar uchun yaxshilab quloq solib eshitinglar. Xo'p, bu jo'jalar tayinli narsalar. Bular 5 kilodan o'tib urishadi bular. O dekabr, yanvarlarda bitta urishtirsanglar, keyin bilasizlar nima olganinglarni. Bularni xo'p, $350 davomga kelishtirib beraman. $350 bu ikkalasi. Har bittasi $350 Kimdir misol uchun ikkalovini bir olar yo bitta olishar, bilmayman. Lekin juda qattiq narsa, korpuschi narsalar bular. Akasi ham korpusni urib, tullayni kapalak qilib yubordi. Tullayga qo'ydi. Birinchi cho'qishiga tullayga qo'ydi. Juda qattiq narsalar bular. Xo'p, keyingisi bu o'zimniki, bu sotilmaydi. Mana bu xo'roz bor, ko'ringlar buni. Chiroyliligini qaranglar buni. Kelishgan narsa. Yoshiga endi to'ldi. Hozirgi vesi 4 kilo 700, 4 kilo 800. Birinchi tullay bu. Birinchi tullov bu. Mana jo'ja. Jo'ja emas, yoshiga to'ldi endi. Yaymas bo'ldi. Yaymas deydimi? Endi birinchi yoshiga to'ldi mana. 1 yashar. Juda kelishgan narsa bu. Mana katta narsa, kichkina narsa emas bu.
kichkina narsa emas. Buni 400 deyapman, kelishtirib beraman oladigan odamga. Kalta yurug'iga javob beriladi. Meni uyimda nima turgan bo'lsa, hammasiga javob beriladi. Xorozlarga, chunki hammasini o'zimiz ko'ramiz. Misol uchun men o'zim ko'raman, o'sha sherigim bilan Dilshod ani kuni keldi. Videoga tushgan yutsam keyin ya qo'ying aka, men videoga tushmayman, yo dedi, o'zini anaqa qildi, videoga tushgisi kelmadi. Xullas, o'sha sherigim bilan ushtiramiz-da biz, ko'rib nima jo'ja chiqdi, nima beryapti bolani deb. Men buni ko'rdi u kelgan. Birinchi cho'qishi mashina ham. O'sha kuni opitni o'sha pishib olgan xorozga qo'ydi, bo'y basti baravar. Urib yugurtirib yubordi xorozni bor-u, kapalak qilib bejadi bor-u xorozni. Bularning narxi $400 kelishtirib beraman oladigan odamga. Olib ko'ngilli 100% to'q qilib o'ynasanglar bo'ladi bu xorozlar. Hammasi o'yinchi xorozlar. Meni uyimda выставочный, ya'ni выставkaga chiqadigan xorozlar yo'q. Hammasi o'yinida. Meni uyimda turgan xorozlar. Men bu ham qattiq, men bu ham juda qattiq xoroz. Buni hozir kechagina sal shamollab qo'ygan ekan, mana qulog'iga dori urib qo'ydi. Yaxshi bo'lib qoldi. Burunlari oqyapti, burunlarini oqish to'xtadi. Mana xoroz. Bu ham juda qattiq jo'ja. Bular fevral jo'jalari bular. Bu ham katta narsa, yirik bo'ladi. 4 kilo 600, 4 kilo 700 da boqib o'ynasanglar bo'ladi. Xo'p, bo'sha yotibdi. Daladan endi keladi-da bular. Endi mana katagiga tushdi bular. Endi boqadigan payti keldi. Bular 1 oy, 1,5 oy boqsanglar, tobiga olib kelib urishadigan narsalar. Xullas, buni ham narxi 400 deyapman, kelishtirib beraman. Shunaqa narsa. Mana shu bir xil o'rinyapti-da, $400 desam, va namuncha qimmat, hunari bormi? Yo'q, hunari bo'lmasa men unaqa narx qo'ymayman akalar. Xorozlarimizga javob beramiz. Sifatli narsalar. Endi bitta bola jo'ja bor. Bola jo'ja bu hali вообще malish bo'yotibdi. Hali oyoqda pixlari ham yo'q, lekin juda katta. Mayskiy bu. Mayskiy jo'ja. Bu ham qimmat, lekin bu ham 5 kilodan o'tadi bu ham. 5 kilodan o'tadi bu jo'ja ham. Yani hali vashi bola jo'ja-da, bu may jo'jasi bu. Hali bola jo'ja. Men bitta endi o'zim uchun olib qo'ygan tovuqlarim bular, jo'ja tovuqlar. Ana uni shamollab qoldi, bugun qo'l qivordim, ertaga xudo xolasa yaxshi bo'lib qoladi. Xullas shunaqa gap. Bular ham 400 deyapman, kelishtirib beraman oladigan odamga. Teytugi butun, qoni toza, yaxshi narsalardan. Keyin mana bu bor. Yapon. 100 ga 100 yapon, ota taraf, ona taraf yapon. Kalta yuruvga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Buni ham 400 deyapman, buni ham kelishtirib beraman oladigan odamga. Mana bitta hammasini tanishtirib chiqdim. Men bilan ham bor. Mana yaponkalar. Orada bitta men adashib tushib qoldi, endi buni hech kim chiqishtirmadi. Hamma bilan urishuvdi. Mana yaponkalarni ko'paytirib beshaganman. Yaponkalar bular. Keyingi yil xudo xolasa kurk bo'ladi, hammasi tovuq. Orada bitta xoroz bo'lsa kerak. Men shunga ko'paytiraman yaponkalarimni. Yumshoqroq xorozlarimdan biri. Oppa, kamera cho'ta xarob bo'lib qoldi. Xullas yumshoqroq xorozlarimdan bittasi mana shu. Men bu bola jo'ja. Endi bu sal maydaroq, kichkinaroq, o'shaning uchun 150 deyapman. Bu bola jo'ja uyg'onib ketib qoldi, lekin kalta yurug'i joyida buni. Buni ko'rib oldim. Keyin 150, mana bu 150 bu jo'jamiz. Tak, mana bitta bilan bor armaturani sherigini bolalari, 5 oylik jo'jalar, bular 200 dan. Bular $200 bular pastki. Kelishtirib beraman endi, oladigan odam bo'lsa, Samarqandga shuni sotdim, ikkitasini bitta joyga sotdim. Bular 4 edi, ikkita qoldi. Endi men mayda jo'jalar, bular tovuqchalar, bular sotilmaydi. Ular shunaqa gaplar akalar, ukalar, ehtiyot bo'lasizlar. Bu yo'g'iga salqin tushdi.
Sovuq tushib qoldi bu yog'iga. Chelaklarni teskari qilib, suvlarni mana to'kib tashab, teskari qilib, yonida suv qoldirmanglar. O'shanga ehtiyot bo'lasizlar. Menda ham shamollaydi-da, bular. Menda ham shamollab qoladi. Endi o'sha nima deydi, lecheniya muolajalarini qilib, ukol parashok qilib, parashokdan zo'rlari hozir bo'layotgani Daksin, Maklaran, yana bittasi bor edi, oti esimdan chiqib qoldi. Nima edi ya? Xullas, yana bitta parashok bor edi. Ultraseptol esimga tushdi. Og'izdan sepasizlar. Xira sirazi oladi. Keyin bir xilla xo'rozni burni oqib, shamollab o'tib ketgandan keyin azitronid degan dori bor. O'shani insulin va shpritsda tortasizlar, 1 gram bo'ladi u. Yarim gram bitta qulog'iga, yarim gram ikkinchi qulog'iga urasizlar. Bo'ldi. Xo'roz bir kun shumshayadi, ertasi kuni yaxshi bo'lib ketadi. Faqat bir narsasi bor. Yuzi ishadi, ozgina yuzi, ikkita qulog'i ishib ketadi. Bu qo'rqimchili narsa emas. Keyin bir haftada qaytib ketadi, lekin effekt zo'r, effekti yaxshi. Men chunki o'zim foydalanyapman, qo'llayapman shu narsalarni. Keyin men endi xorozlarni boqmayman, toblamayman. O'shanga men bunaqa narsalar olib kelib qo'yaman. Akam o'zlari tayyorlaydi, sotuvga endi bu odam uchun chiqarilgan. Mana. Bir ko'rsatuvdim-ku, mana. Snickers. Shunaqa narsalar olib kelib qo'yaman mana. O'zim beraman. Zo'r, anaqada ushlaydi bu. Xo'rozni tetiy ushab turadi bu. Endi kuchli bu. Ichida asal bor, hamma narsa bor. Xullas shunaqa gaplar kelib ukalar. Telefon nomerlarimni qoldiraman. Men bir narsani iltimos qilaman. Kommentariyaga misol uchun yozayotganlar baraka topsin. Lekin misol uchun savol bermoqchi bo'lsanglar yo gapinglar bo'lsa, telefon nomerimni qoldiraman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, nima gapinglar bo'lsa yoki qaysidir xo'roz yoki qaysidir tovuq qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilinglar, gaplashib olamiz. Kelishtirib beraman. Misol uchun men do'kon emasman-ku, magazin emasman-da. Bitta narxda turib oladigan odamga lekin kelishtirib beraman. Ishqivozi bo'lsa, yaxshi narsa boqaman, katta do'raga olib chiqib urushtiraman yoki bo'lmasam bitta xo'roz, bitta tovuq olib zavod qilib qo'yaman deydiganlar bor, yaxshi zot ko'paytiraman deydiganlar bor. Shunaqa akalar ukalarga yaxshi narsalar bor. Olib, boqib, ko'paytirib o'zingizlardan chiqarsanglar bo'ladi. Yana bir tarafi bor, xarajat qilmasanglar bo'lmaydi-da, endi xarajat qilish kerak-da. Qachongacha yomon narsa, misol uchun jinicha bir tetugi yo'q, zotini tayini yo'q narsa boqasizlar. O'zinglar uchun boqasizlar-yu, birov uchun boqmaysizlar. O'shaning uchun maslahatim, zo'r narsa boqinglar. Misol uchun olib chiqib kimdir xo'roz olib kelib, olib chiq xo'rozing bormi desa, mana deb bitta tashlasanglar, xo'rozni urib kapalak qilib tashlasa, undan zo'ri yo'q-da, mazza qilib yorasizlar. O'shanga akalar ukalar, men misol uchun shu narsalarni o'zim ko'paytiryapman. Hamma ishqibozlarga shu narsa misol uchun ishqibozga sotilsa, ular urushtirib mazza qilsa, biz mazza qilamiz. Misol uchun bizni sizlar bergan puldan baraka topinglar. Sizlar ham olgan narsanglardan baraka topinglar. Shunaqada xullas. Menga kommentariyada yozib qoladilar, bitta bratam bor, Chalanzarskiy. Aka nuqul yozadilar. Postoyanno yozib turadilar. Poddeshkada bo'lib turadilar akam. Shu akamga bir mehrim tushib tovuq beruvdim, yaxshi tovuq beruvdim. Hozir boqayotgan ekanlar. Gaplashib turamiz akam bilan. Telefonlarimiz tinmaydi mana. Hozir 1 daqiqa. Xullas, shunaqa gaplar kelib ukalar. Ko'p mana shu xo'rozni ketidan ko'pchilik odamlar mana shu O'zbekiston bo'ylab ko'plar bilan tanishdi. Tanish bo'ldi, bilish bo'ldi, tanish bilishchilik
misol uchun gaplashib turadigan bo'ldi. Hol ahvol so'rashib, mana shunaqa qilib hech kimga yomon narsa ravo ko'rilmaydi bizda. Yolg'on yo'q. Men uyimni ham misol uchun ko'rsataman, kimdir mehmonga kelib, aka kirib tomosha qilib chiqiysa, uni ham ko'rsataman. Mehmonlar uchun har doim eshigimiz ochiq bizani. Misol uchun kimdir nimadir sotib qo'yib, qochib yuradi-yu, bir xillar bor-ku shunaqalar. Mashkala. Bizda unaqa narsa yo'q. Mana boricha mana shu nima ta'rif berayotgan bo'lsam Xo'rozlarga, shu ta'rif o'sha o'zidan kelib chiqqan holatda ta'rif beriladi Xo'rozga. Misol uchun yurug'i, kaltagi bekordan bekorga gapirilmaydi, bekordan bekorga bunaqa narx qo'yilmaydi. Yaxshi narsa yaxshi pul turadi. Bir xillar bor-ku, anu bordi. Arzon olsa-da, lekin sifatli narsa olsa. Unaqa narsa yo'q-ku. Yaxshi narsa yaxshi pul turadi. Sifatli narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa sifatli bo'lmaydi. Shunisi bor. Arzoniga uchib ko'plar xo'roz tovuq olishyapti-da, keyin oradan vaqt o'tyapti, urishtirishyapti, boshqa o'tdi, keyin xafa bo'lishyapti. Bizani aldab qo'yishda aldandik deb misol uchun. Olinglar mana, yaxshi xo'rozlar bor, tovuqlar bor, bemalol. Bolalar o'zi urishtirib olishyapti-yu, mana shu Toshkent, biz o'zim Toshkentdanman, Yashnoboddan. Resivili yonimda shu nari teparoqda bolalar kelib urishtirib o'zligi olib ketishyapti. Birinchi cho'qishiga xo'roz bor, mana jo'ja, birinchi cho'qishyapti. Martda boshida chiqqan jo'ja. O'sha ikkita ko'rsatdim, ikkita bir xil xantana turibdi. O'shani akasi bor edi. Martda boshida chiqqan. O'ynab yurgan tullayni 6 minutga olib bordi. 6 minut. Kapalak qilib tashyapti. Ishoninglar, akalar, ukalar, Telegram kanalimga tashlab qo'yganman videolarni hammasini. 6 minut urishyapti. 6 minut. Agar yana bir 3 minut turganda haligi tullayni o'sha mazasini qochirib ham bo'ladi, yana 3 minutdan keyin hal qilib qo'yardi. Bo'lmasa boqilmagan bo'sh jo'ja, quruq donda yotibdi-da. Men keyin mamnaqa don beraman. Hozir ko'rsataman, mamnaqa don beraman. Quruq makka berilmaydi-da. Mana hamnaqa narsa beriladi bizda. Mana shu to'la, bu to'la mana. Bu yerda hamma narsa bor. Mana magiz bor, yong'oq bor, masxar bor. Voy, bular maza qilib yeydi bunaqa narsani. Mana maza qilib yeydi bular. Ichida yel yong'oqlar bor, hamma narsa bor ichida. Terib yeyaveradi bular. O'shanga akalar, ukalar, xo'roz qo'ylarni boqmoqchi bo'lsanglar, shunaqa narsa berib qo'yinglar. Ular shunaqa gap, ichimdagi gaplar shu. Boqsanglar, zo'rini boqinglar, hammani omadini bersin, hammani xo'rozi chempion bo'lsin. Katta do'raga chiqsin hammani xo'rozi. Kattaga do'ra chiqish uchun yaxshi bo'lish kerak. Odamlarda bor, yaxshi narsa bor, jam yurishadi. Endi bizni bitta men blok yurg'izaman-da shunaqa qilib. Bitta men blok yurg'izaman, sheriklarim blok yurg'izishmaydi. Ular shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Men nomerlarimni qoldirib qo'yaman. Meni Telegram kanalimga o'tish uchun Pereyти kanal, o'sha kanalimga kirib turib, shu dumaloqga kirib turib, YouTube kanalimga kirib turib, past qarasanglar o'zi sabachka nimadir o'shamo turgan bo'ladi. Shunda bossanglar bo'ldi, Telegram kanaliga qo'shilib olasizlar o'zingizlar. O'sha yerga hamma xo'roz, tovuq, bekorchi hammasini tashab boraman. Shunaqa gap, akalar, ukalar. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha.